Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugungi ish kunlarimiz boshlanmoqda. Erta tongdan mashinalarımizga birin-ketin metal ustunovka qilib bermoqdamiz. Damas mashinamizni 65 talik abishli ustunovka qilib bermoqdamiz chana bilan. Ya'ni chana degani poliklar teshilmaydi. Roman o'ziga qotib beramiz. Colt mashinamizga 90 talik metal ustunovka qilib bermoqdamiz. Oldi qismlariga bitgan jihozlar Gofas 200 Biya X original reduktor. Avtogaz injektorimiz bo'lyapti. Nexia 3imizga ham xuddi shunday jihozlar ketyapti. Gofas 200 01 o'xshash farsunkamiz, X original reduktorimiz. Orqasiga esa 90 talik metal ustunovka qilib beramiz bu yoqqa. Va birinchi navbatda kelgan Cobalt'imizga esa 90 talik metal ustunovka qilib berganmiz. Orqalarini bo'lgan jihozlar qo'yib, o'sha kompyuter jarayonlari ketmoqda. Kompyuter ishlash jarayonlari. Oldi qismiga esa X original reduktor, avtogaz injektorimiz maxsus va Gofas 200 biyamiz. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Metan Master.uzga aloqaga chiqaverasizlar.